Surxondaryo va Qashqadaryoliklar uchun bo'yin go'shti udari. Mana shu asarda ikkita qo'zini bo'ynini Sardor bilan Jamshid kelib yeb qo'ysa, nima bonusi bor? Stol bepul bu. Общий stol bepul. Общий stol bepul. 1 so'm pul to'lamay chiqib ketadi. Kola ichadim, Pepsi ichadim, nima qilsa ham bepul, to'g'rimi? Yomg'ir ham cho'tka yog'orda Sardor, Jamshid sizlarga zo'r imkoniyat. 20 minutda mana shu ikkita bo'yin go'shti yeb bersalaring, общий stol bepul. Bonus sizlarga. Hozir bu joyni manzilini aytaman, bu yerni ko'pchilik bilishadi. Shashligiga, tandir go'shtiga, ichkaridagi atmosferaga, qolaversa xizmat ko'rsatishga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Viloyatimizning barcha tumanlaridan kelib shu yerda ovqatlanib ketishadi. Manzil Angor tumanidagi Shukrona restorani. Iftorlikka bo'yin go'sht zo'r ketadi-da. Siz ham dastavka qildirmoqchi bo'lsangiz, mana shu raqamlarga murojaat qilasiz. Siz ham Shukrona restoraniga kelib shashligidan yeb ko'rganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring. Bo'yin go'sht yemoqchi bo'lsangiz, oldinroq telefon qilib zakaz qilib qo'ying.